Yana bir bor barchaga salom. Ikkinchi darsimizni boshlasak ham bo'ladi. O'tgan galgi darsimizda bozor strukturasi, xarakteri va qanday tartibda harakatlanishi bo'yicha darslik o'tgandik. Demak, bu safar aynan strukturaga asoslangan holda trend yo'nalishi bo'yicha va korreksiyasidan savdoga kirish usulini ko'rib chiqamiz. Va hozir sizlarga o'tib bermoqchi bo'lgan darsligim qaysi valyuta parasi yoki qaysidir instrument bo'lishidan qat'iy nazar barchasida bir xil ishlaydi. Va bundan tashqari istalgan time frame aynan ma'lum bir struktura asosida harakatlanishini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Agar ushbu savdo usulini mukammal o'rganib olsanglar, men qo'limdan kelgancha o'rgatishga harakat qilaman. Faqatgina sizlar grafikni ochgan holda ushbu narsani ko'proq amalda qo'llab ko'rish va tarixda qanchalik darajada ishlagan yoki ishlamaganligini barchasini tekshirib chiqishingizlarga to'g'ri keladi. Ana shunda sizlarda ko'nikma hosil bo'ladi va grafikni shunday ham o'qishni boshlaysizlar. Demak, aytib o'tganimdek, ushbu darsligimiz bevosita o'tgan galgi darsligimizga bog'liq. Sababi strukturaga asoslangan holda trend yo'nalishi bo'yicha savdo qilishni ko'rib chiqamiz. Va bu joyda bizga ikkita element kerak bo'ladi. Birinchi elementimiz oddiy strukturamiz bo'yicha birinchi harakat, ya'ni yuqoriga va откаты mana bu joydagi ikkinchi harakat va mana bu joydagi uchinchi harakat. 1, 2, 3 ta harakatimiz kerak bo'ladi. Bu narsani bozorda har doim har joyda kuzatishimiz mumkin. Va aynan mana shu 3 ta harakatning ikkinchi harakatini buzib o'tilishi, mana bu harakatni yuqori qismini buzib o'tilishidan savdoga kirish usuli. Ya'ni bu oddiy klassika ancha yillardan beri qo'llaniladi. Bozorda har joyda kuzatishimiz mumkin. Aynan 1, 2 va mana shuni buzib o'tgandan so'ng narxning yuqoriga o'sganini kuzatishimiz mumkin. Yoki xuddi shuni aksi pastga mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Pastga harakat bitta, ikkinchi harakat mana buni va mana bu joyda buzib o'tgandan so'ng uchinchi harakatdan narxning umumiy pastga tushganini kuzatishimiz mumkin. Birinchi elementimiz mana shu. Keyingi elementimiz bo'lsa, birinchi harakatimiz, ya'ni mana bu joydagi birinchi harakat yuqorida 1, keyingi harakatimiz откаты, ikkinchi element va mana bu holatdagi uchinchi harakat. Ya'ni ushbu element qachonki ikkinchi elementni buzib o'tsa, keyingi harakatlarda, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi harakat. Ushbu harakatni narx buzib o'tsa, savdoga kirish usuli. Ya'ni ikkinchi elementni pastga buzib o'tishi yoki yuqoriga buzib o'tishi. Bu degani ma'lum bir joydagi harakatni pastga buzilishi. Ushbu joyda ko'rishimiz mumkin yuqoriga, pastga va yana yuqoriga birinchi, ikkinchi, uchinchi harakatimiz va pastni buzib o'tishidan savdoga kirilishi. Aynan mana shu joydan. Bu esa savdoni yanada yaxshi amalga oshirish uchun qo'l keladi. Demak, ikkita elementni ko'rib chiqdik va bozorda qanday ishlatishni o'rganib olsak ham bo'ladi. Demak, savdoga kirish usulini o'rganishdan oldin qisqacha sizlarga trend o'zi aslida qanday shakllanadi. Trendning ma'lum bir mana bu joydagi pastki nuqtasi yoki mana shu joydagi narx pastki va yuqori qismi mavjud. Ushbu trendning boshlanishi va trendning yakunlanishi. Mana bu trendning boshlanishi, ushbu trendning tugallanishi va hokazo xuddi shunday tartibda shakllanadi. Demak, trendning boshlanishi, trend davomiyligi va tugashi. Aynan hozir ikkita elementimiz aynan mana shu trend yo'nalishi va trendni qayerdan qaytishi mumkin bo'lganlik zonalarini ko'rsatib beruvchi hudud hisoblanadi. Ushbu trend qachon o'zgargan deb olishimiz mumkin. Mana bu o'suvchi trend hisob. Qachonki o'tgan gal aytganda, ma'lum bir maksimum yoki minimumni buzgandan so'ng trendning o'zgarishi ko'rishimiz mumkin mana bu joyda. Ya'ni narx yuqoriga pastga qilib maksimumlarni yangilab ketyapti, minimumni yangilay olmayapti. Va bu bozor strukturasi deb aytib o'tgan. Qachonki mana shu minimumni yangilagandan so'ng struktura o'zgaradi va narx pastga qulashni boshlaydi deb aytib o'tgan. Aynan shu joyda savdoga kirish usulini keyingi darslikda ko'rsatib o'taman deb aytgandim va shuni fursati yetdi. Demak, bilishimiz kerak bo'lgan narsa har qanday instrumentda, farqi yo'q qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, doimiy trendni boshlanishi va tugashi bo'ladi. To'xtovsiz qaysidir tomonga o'smaydi. Va sizlarga ko'rsatayotgan elementim asosida, ikkita element asosida bozor harakatlanadi. Boshqa qo'shimcha narsa shart emas. Faqatgina ushbu elementga xos bo'lmagan holda harakatlanganini kuzatsangiz, albatta u joyda qanaqadir kuchli yangilik yoki bir hodisa shakllangan holda
narx harakatlanmasa, asosan aksariyat hollarda aynan ikkita elementimiz bo'yicha narx harakatlanib yuradi. Barcha instrumentlarda xuddi shunday. Demak, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu joyda bizni trend qaysi tomonga harakatlanayotganini aniqlab olishimiz kerak. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, umumiy mana bu joydagi hamma harakat yuqoriga o'sishni ko'rsatadi. Keyingi harakat pastga tushish va mana bu minimumni yangilamagan va yuqoriga o'sgan. Ushbu joydagi maksimumni ham yangilagan. Bu degani narx o'suvchi trendda hozir 4 soatlik time frame yoki bir kunlik time frame'da ko'rish mumkin bo'ladi bu narsani. Demak, hozirgi holatda o'suvchi trendda ekan, aynan biz narxni o'sishiga qarab savdo qilishimiz kerak. Narxni yaqinlashtirib olamiz. Demak, mana bu joydagi harakatimiz yuqoriga o'sishda qanday tartibda o'sgan? Mana bu joyda maksimumimiz bor va minimum, maksimum. Uchta harakatimiz va ushbu maksimumni buzilishidan narxning yuqoriga o'sishiga savdoga kirishimiz mumkin. Lekin bu joydan savdoga kiradigan bo'lsak, mana bu pastga tushish harakatini kutishimiz kerak bo'ladi, qachonki biz daromadga kirganimiz uchun. Bu esa bizni vaqtimizni va riskimizni oshiradi. Va aynan bizga kerak bo'ladigan modelimiz ikkinchi model bo'ladi. Buni qanday foydalanishni albatta ko'rib chiqamiz. Keyingi harakatimiz ham aynan shuni ko'rsatyapti. Ya'ni mana bu joydan olishimiz ham mumkin yoki pastroqdan olishimiz ham mumkin. Yuqoriga harakatlangan, pastga atkat va yana maksimumni buzilishidan narxning yuqoriga o'sganini kuzatishimiz mumkin. Aynan shu yerda ham ushbu holatdagi mana bu maksimumni buzuvchidan savdoga kiriladi. Va aynan shunday bo'ladiki, aynan yuqorisini buzib o'tgandan so'ng atkat bermasdan to'g'ri yuqoriga ham ketishi mumkin. Shuning uchun savdoga kirishda ham qismlarga bo'lib turib savdoga kirilsa yaxshiroq bo'ladi. Aytaylik, mana bu joyda ma'lum bir qismini ochildi va pastdagi razворотный modelimizni ishlatib turib savdoga kirish ham mumkin bo'ladi. Buni ham ko'rib chiqamiz. Ushbu joylarda qanday tartibda savdoga kirishni. Va mana bu joyda ham aynan shu narsa hosil bo'lgan. Mana bu joyda maksimumimiz baland va pastga va yana yuqoriga. Bu esa narxni o'sishiga olib keldi va mana bunday holatda aniq ko'rishimiz mumkin va narxning yuqoriga o'sishi. Hozirgi holatda esa yuqoriga o'sgan, pastga tushgan, lekin mana bu minimumni yangilagan. Bu degani bizda hali razворотный model to'liq shakllandi degani emas. Sababi mana bu joydagi asosiy katta minimumlarimizni yangilagandan so'ng pastga harakatlanishi mumkin. Faqatgina o'suvchi trendning korreksiyasi hisoblanadi xolos. Balki pastroqdan, balki shu yerdan o'zidan o'sishni boshlashi mumkin. Demak, birinchi modelimizni tushunib oldik. Aynan birinchi ushbu ko'rgan chizmamizdan yoki bozorning harakatlanishi deymizmi, ikkinchi harakati joyi bizga muhim hisoblanadi. Ya'ni korreksiya. Narxning yuqoriga o'sishi va korreksiyasi mana. Aynan shu joyning o'zida ushbu razворот qanday tartibda yuqoriga olganligini yoki o'sganligini ko'rib olishimiz mumkin. Aytib o'tgandek, ikkinchi modelimizga to'g'ri keladi. Model deymizmi yoki shaklmi, buni ahamiyati yo'q. Pastga birinchi harakatimiz, yuqoriga bunisi yoki bunisi yuqoriroqda ekan harakatimiz va mana bu uchinchi harakatimiz. Ya'ni pastga, yuqoriga, pastga. Ushbu ikkinchi harakatimizni buzib o'tilishidan savdoga kiriladi. Ya'ni mana bu joydan savdoga kirishda razворот olganligini tushunishimiz mumkin. Agar mana shu tushishimiz ikkinchi harakatimizni buzmasdan pastga buzadigan bo'lsa ushbu minimum, demak hali ham razворот olgani yo'q deb tushunamiz deb aytib o'tilgandi. Demak, harakatlanishda yuqoriga o'sayotgan narximizni mana buni olishimiz ham mumkin. Ya'ni pastga, yuqoriga 3 ta modelda aytdik-ku, birinchi modelimiz. Ya'ni aynan mana shu yuqorisidan o'sganda savdoga kirish dedik. Bunga ertaroq kirib olish mumkinligini aniqlashimiz mana bu harakatda bo'ladi. Ya'ni razворотный modelni foydalanishimiz mumkin bu joy. Sabab nega endi yuqoriga savdo qilishimiz kerak? Aytib o'tgandek, trend yo'nalishi bo'yicha harakatlanamiz dedik. Narx yuqoriga o'suvchi trendda turibdi hali. Qachonki agar mana bu joydagi pastni minimumni buzganda edi, bizda trend o'zgargan bo'lardi. Hali trend o'zgargani yo'q. Shuning uchun bizga qiziq joyi, aytaylik, mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkinchi harakatimiz bo'lar edi. Bu joyda razворотный modelimizni qidiramiz va e'tibor beramiz. Birinchi harakatimiz mavjud mana bu joyda va mana bu joyda ikkinchi harakatimiz va uchinchi harakat. 3 ta harakatimiz bor. Qachonki mana bu maksimumni buzib o'tgandan so'ng biz savdoga kirishimiz mumkin bo'lar edi. Ya'ni bu mana bu holat. Ushbu joydan savdoga kirish bizga mana bu maksimumdan kirgandan ko'ra ancha ertaroq savdoga kirib olamiz.
Nega endi mana bu joylarda eng pastidan yoki yuqoriroqdan savdoga kirishimiz ham mumkin-ku degan savol tug'ilishi tabiiy. Lekin asosli savdoga kirish har doim yaxshi hisoblanadi. Bu degani yuqoriga o'suvchi trend mana bu joyda razoratli modelimiz shakllandi, yuqoriga buzdi va narxning o'sishini shu joydan kuzatishimiz mumkin. Ushbu narsa istalgan time frame'da shakllanadi deb aytdim. Aynan shu narsani keling kichikroq time frame'da ham ko'rishimiz mumkin. Demak, ushbu kichik time frame'da ham ko'rib chiqamiz deb aytdik. Demak, mana bu birinchi harakat, ikkinchi harakat va mana bu uchinchi harakatda ikkinchi harakatni buzib o'tilishi savdoga kirish hududi, ya'ni yuqoriga o'sishi. Yoki mana bu birinchi, ikkinchi va uchinchi. Aynan bizga qiziq bo'lgan joyi, aytib o'tganimdek, ikkinchi harakatimiz zonalaridan savdoga kirish hududini qidirish mumkin bo'ladi. Biz oldindan albatta buni bilmaymiz, qanday tartibda harakatlanishini. Faqatgina biz korreksiyasini kutamiz va model shakllanishini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Trendni yo'nalishini aniqlab olamiz. Katta time frame'da va kichkina time frame'larda savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, mana bu joydagi 1, 2, 3 harakatda mana bu korreksiyani olishimiz mumkin. Demak, korreksiyasi bo'lyapti. Narxni birinchi harakati, ikkinchi va mana bu uchinchi hisob. Va mana bu joydan narxning buzilishidan savdoga qo'shilib olish mumkin bo'ladi va trend bo'ylab. Albatta, ushbu joydan kirgandan ko'ra ertaroq savdoga kirib olishimiz mumkin bo'ladi va narxning ushbu joydan o'sishini kuzatishimiz mumkin. Va aynan shu joyda ko'rishimiz ham mumkin. Hozirgi holatini narxning yuqoriga o'sib borayotganini kuzatib turibmiz. Birinchi, ikkinchi va uchinchi harakatimiz. Narxni mana bu joydan kirmasdan korreksiyasidan savdoga kiramiz deb aytaylik, mana bu joydan savdoga kirish mumkin. Ana endi ushbu joydan emas, korreksiyasidan savdoga kirish qanday bo'lar edi? Ya'ni mana bu joyda atkat bermadi, yuqoriga o'sdi va pastga tushdi. Aynan mana shu bizda mana bu hududdagi korreksiyadan trendni yo'nalishi bo'yicha qo'shilib olishimiz mumkin bo'lar edi. Ya'ni ko'rib turibmiz, narx pastga korreksiya beryapti. Hozirgi holatda mana bu joyda olishimiz mumkin. Maksimumimiz bor, birinchi harakat va mana bu ikkinchi harakat, bu esa uchinchi harakatning buzilishidan savdoga kirish mumkin bo'lar. Va e'tibor berib qarasak, aynan shu joyda test qilib yuqoriga narx o'sib boryapti hozir. Ushbu hududdan savdoga kirish hududini belgilab olish mumkin bo'ladi va umumiy mana bu o'sib kelayotgan trendni davom etishiga savdoni amalga oshirsa bo'ladi. Buni barcha paralarda, barcha joyda ishlatish mumkin. Va bundan tashqari o'sib borayotgan trendga qarshi ishlashda ham ushbu ikkita elementimizni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni aytaylik, mana narx yuqoriga o'sib boryapti. Aynan mana bu joylarda narx yurganda aytaylik, birinchi harakat, bu harakatimizda birinchi harakat deb olishimiz mumkin. Mana bu ikkinchi harakat, bunisi esa uchinchi harakat. Aynan mana shu joydan narxning buzilishidan o'sib borayotgan trendni ma'lum muddat korreksiyasiga savdoga kirib olish mumkin bo'ladi. Faqat bu biroz xavfliroq savdo usuli hisoblanadi. Sababi narx ushbu ikkinchi harakatimizni buzganda ham birinchi harakatimizni minimumini buza olmasligi mumkin. Shuning uchun bu biroz agressivniy hisoblanadi va aynan instrumentlar soni juda ham ko'p. Shakllanishini narxni kutish kerak va albatta bir kunda sizga 3-4 ta instrumentda ushbu model shakllanib beradi, bemalol savdoga kirish mumkin bo'ladi. Savdoga kirishdan oldin analiz qilib olinadi, tahlil qilinadi va aynan shu model bo'yicha ham savdo qilish mumkin. Buni to'liq tushunib olib, bozorda ishlatsangiz, ishoning, sizni zararga olib kirmaydi. Navarot, sizni foydaga olib kirishi tayin. Demak, ushbu darsligimizda ko'rsatib bergan ikkita elementga juda ham ko'p to'xtalib o'tirmadim. 2-3 ta misol ko'rsatdim va buni o'zingiz grafikda bemalol kuzatib ko'rib olishingiz mumkin. Barcha joyda har doim uchraydigan narsa. Shuncha yildan beri juda ham ko'p treyderlar bu narsani ishlatib kelishiga o'zim ham guvoh bo'lganman va ishlab kelyapti. Hozir ham ishlaydi bu narsa. Chunki bu oddiy klassika. Va bundan tashqari qo'shimcha savollar bo'lsa, aynan darslik bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tushunmagan savollarga javob beraman. O'ylaymanki, bugungi darsligimiz ham tushunarli bo'ldi. Sodda, oson, qulay savdo usuli hisoblanadi. Savdoga kirish tartibi. Bundan unumli foydalanish kerak xolos. Demak, keyingi darsga tayyorgarlik ko'rsak bo'ladi.